Linko 900 gibrid oil house shuni hozir motor moylarini, dvigatel motor moyini, elektr motor moylarini ham almashtirib beramiz. Motoriga nima moy quyiladi? Ustozimizdan hozir so'raymiz. Gibrid bu 1.5 motorligi. Filtr ham bunaqa bo'lar ekan. Moy ko'ryapsizlarmi? 2000 yurgan ekan, bilmayman, g'alati bo'lib qolibdi moy. Mana shu zo'rdan quyib beramiz. Motor 0.20 moy quyamiz. Reduktoriga E27 local quyamiz. Bizani oil house mazani topishga qiynalayotganiga bitta tushuntirib qo'ying o'zingiz. Chig'atoy darvozadan o'zgaruvga tushib keturishdi. Shunda o'ng qo'lda 100-internet maktabida to'g'risida. Telefonlarni ham yozib qo'yamiz. Xizmati bemalol savolli bo'lsa, telefon qilsangiz javob beramiz. Linko zavodi Zikr bilan bitta liniyada chiqadi. 9 Zikr 9.2 bilan reduktori, oldi reduktori bir xil ekan lekin. Mana bunaqa to'kadigan joylari, o'rin ko'radigan hamma narsasi bir xil ekan. Moylarni to'kib bo'ldik. Endi moy quyamiz. Bu mashinamizning 4 ta ballon tortadi, oldi ham orqasi ham tortadi. Oldida ham orqasida ham elektr motor bor. Uni ham hozir moyni almashtiramiz. Ularga nima moy quyiladi? Local firmasidan 27 moyni quyib beramiz. Har qanday sifatli tavsiya beramiz, okelar qo'shidan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar, chiroyli qilib